Barchaga salom do'stlar. Bugungi kunda dunyoda yuzlab harbiy bazalar mavjud bo'lib, ammo ularning ichida shunday maxfiy va qudratli joylar borki, u yerdan uchirilgan bitta raketa butun shahar yoki davlatni yo'q qilishi mumkin. Bunday joylar yadro bazalari bo'lib, ular faqat hujum uchun emas, balki qo'rqitish va muvozanatni saqlash uchun ham xizmat qiladi. Aynan shu bazalar sabab katta davlatlar to'g'ridan-to'g'ri urush boshlashga jur'at eta olmaydi. Bugungi dasturimizda siz dunyodagi aynan shu kabi eng kuchli 5 ta yadro bazasini bilib olasiz. Video siz uchun qiziqarli bo'lsa, bir dona like bosing. Biz boshladik. Habbatus Sauda sizning ishonchingizni oqlagan brend. Yillar davomida minglab hamyurtlarimiz sog'ligidan mamnun bo'lib kelmoqda. Tabiiy qora sidana mahsulotidan boshlangan yo'limiz endilikda yanada kengaydi. Endi siz uchun Assa erkaklar uchun tabiiy kuch va salomatlik manbai. Premium qora sidana va asal uyg'unligi. Detox zararsiz ozish va yengillik uchun maxsus vosita. Murojaat uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hindistonning Pokhran yadro bazasi. Pokhran faoliyatini 1974-yilda boshlagan bo'lib, u Rajasthan shtati Tar cho'lida joylashgan. Baza Hindiston yadroviy dasturining boshlanish nuqtasi bo'lib, aynan shu hududda Hindiston 1974-yilda Smiling Bada nomli ilk yadroviy sinovini o'tkazgan. 98-yilda esa bu baza yana dunyo e'tiboriga tushadi. Pokhran 2 sinovlari orqali Hindiston o'zini to'laqonli yadroviy davlat sifatida namoyish qiladi. Bazaning muhim jihatlariga uning cho'l ichida joylashganligi sababli yashirish oson, seysmik va radiatsion kuzatuvlarga moslashgan. Eng muhimi esa Pokiston va Xitoyga nisbatan strategik bosim. Xitoyning Lopnor yadro poligoni. Lopnor Shinjon Uyg'ur avtonom hududida joylashib, 1964-yilda faoliyat boshlagan. Lopnor Xitoyning eng yopiq va sirli hududlaridan biri. Bu yerda Xitoy 45 dan ortiq yadro sinovlari o'tkazgan. Dastlab ochiq atmosferada, keyinchalik esa yer ostida. Hudud chekka va kam aholi yashaydigan joyda joylashganligi, harbiy zonaga kirish mutlaqo taqiqlanganligi hamda sun'iy yo'ldosh kuzatuvlari cheklanganligi sabab uning maxfiyligini yanada oshiradi. Lopnor poligoni Xitoyning yadro texnologiyalarini ishlab chiqarish markazi bo'lgan. Bugungi kunda bu hudud to'g'ridan-to'g'ri jangovar baza bo'lmasa ham, Xitoyning texnologik yadro poydevori aynan shu yerda yaratilgan. Minot Air Force bazasi, Qo'shma Shtatlar. Joylashuv jihatidan u Shimoliy Dakota shtatida joylashib, Minot bazasi Qo'shma Shtatlar yadroviy triadasining eng muhim qismlaridan biridir. Bu yerda quruqlikdan uchiriladigan qit'alararo ballistik raketalar joylashgan. Minot harbiy bazasi Amerika Qo'shma Shtatlariga hujum bo'lgan taqdirda darhol javob zarbasini berish imkonini beradi. Kozelsk raketa bazasi, Rossiya Federatsiyasi. Uning joylashuvi Kaluga viloyati bo'lib, 2010-yilda modernizatsiya qilingan. Kozelsk Rossiyaning eng zamonaviy va eng himoyalangan raketa bazalaridan biri bo'lib, bu yerda RS-24 Yars qit'alararo ballistik raketalari joylashgan. Ushbu harbiy baza Rossiyaning ikkinchi qo'l deb nomlangan strategiyasining asosiy qismi. Bu baza hujumga javobni avtomatik o'zi beradi. Cheyenne Mountain, Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu baza Colorado shtatida joylashgan bo'lib, sovuq urush davrida qurilgan. Cheyenne Mountain oddiy yadro bazasi emas. Bu butun dunyo xavfsizligini kuzatuvchi markaz bo'lib, tog' ichiga qurilgan bu kompleks yadro zarbasiga ham bardosh bera oladi. Shuningdek, Mountainda raketa uchirilishlarini aniqlash, kosmik obyektlarni kuzatish hamda global tahdidlarni aniqlash ishlari ham olib boriladi. Agarda dunyoda yadro urushi boshlansa, birinchi signal aynan shu markazdan chiqadi. Bu bazalar hozircha sukutda, ammo ularning mavjudligi dunyodagi eng katta urushlarni oldini olib kelmoqda. Shu sababli yadro bazalari insoniyatni bir vaqtning o'zida ham himoya qiladi, ham qo'rqitadi. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha